Sizga olib bergan assortimentdan like bosmasiz, odam bas ekansiz. Ishoning, yangilangan Tesla modelida eng full pokoleniya 6 ta akkumulyatorli. Ko'rib turganingizdek, ramalari uzunligi juda chiroyli keladi. Amardatlar originaldan qo'yilgan. Lekin dugalari bor, old labovoylari bor. Old oqish tikstomizda NFC kartalari ham bor. Kaliti bor so'ragan mijozlarimiz uchun bo'lsa. Mana bo'yim 176 cm, bunga taklanib qolmayman. Hozirgi narxi $400 pozitsiyasidan $450gacha pozitsiyasi bor. Narxini kelishamiz, dastlabki O'zbekiston bo'yicha bemalol kelishaveramiz. Bundan tashqari yangilangan mana Redline bo'ladi. Bu modelimizga ham start stop bor, Redline diskalarda amortizator to'xtashdan qo'yilgan, old labovoy bor, old oqish qismimizda orqa bachlar to'xtashdan qo'yilgan, dokument korobkalari bor, old akkumulyatorli. Bu pozitsiyamizda esa $400dan $460gacha pozitsiyasi bor. Bundan tashqari bu svetini yaqinroq olib kelingda, bu sveti voобще neobычный svetini qarang. Bunaqa neobычный sveti faqat skuterimizda bo'ladi. Bemalol qaytsanlar. Old oqish qismimizda, old labovoychasi bor, kichkina bir qarichlik. Hop, orqa bachalochasi bor, 5 ta akkumulyatorli, NFC karta, masofadan boshlash to'rt vakolatlari bor, 16 yo'talama diskalarda. Narxi hozirgi $380 baraka qilamiz. Tok, shunaqa sveti hamda qora sveti bor. Bu svet sotuvda bir dona qoldi xolos. Pastdagi nomerga aloqaga chiqing, tezda zakaz qilib qo'ying. O'zbekiston bo'yicha tezlaringiz mutlaqo pulli. Sog' bo'lasizlar.